Assalomu alaykum, Namangan taxta bozorining kuzatuvchilari. Mana bizga yana 9/1 8 pontli polli taxtamizdan keldi. Shu taxtani holati bilan, narx-navolar bilan tanishtirib o'tamiz. Video davomida sizlar undan oldin kanalimiz rivoji uchun like, podpiska bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar. Xudo xolasa video davomida to'liq ma'lumot berib o'tamiz. Bu taxtamiz razmeriga keladigan bo'lsa, eni 9, qalinligi 1.8 chiqadi. Uzunligi 4 metrlik. Quruq suxoy sasna taxta. Pol. Shpontli polli taxta. Xudo xolasa holatlari yaxshi. Shpontlari ham chiroyli bir tekisda ochilgan, garbel, defekt, arra o'ynagan. Ular chiqmaydi. Xudo xolasa katta qora butog'i ham yo'q, butoqlari mayda, kichkina. Kichkina butoqnaqa qorasini degan katta butoqlar xudo xolasa chiqmaydi. Taxtaning ichlariga ham garantiya. Xudo xolasa sifatlari zo'r. Shpontlari ham bir tekisda ochilgan. Taxtamiz yuzasi, randasi ham xudo xolasa idealniy holatda. Chiroyli qilib surilgan. Bu taxtamizda narxini 33 ming so'mdan qilib beramiz. Bemalol aloqa chiqishingiz mumkin. Xudo xolasa ishingizni sifatli, chiroyli qilib bitkazib beramiz. Telefon nomerlarimiz 91 361 0203. Manzilimiz Namangan shahar, Shamshiboy taxta bozori. Joylarimiz O'rta darvozadan kirganda 576-577 joy. Kimga kerak bo'lsa aloqa chiqaverasizlar. Ishingizni sifatli, chiroyli qilib bitkazib beramiz.